Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari va kanalimiz a'zolari. Bugun mana yangi tayyor bo'lgan pritseplarimizni qisqacha obzorlarni olib boramiz akalar sizlar bilan. Pritseplarimizni yuk ko'tarish qobiliyati akalar dokumentida 750 kg bo'ladi. Texnik jihatdan 1,5 tonna yakka moslarimiz oladi, qo'sh moslarimiz 2,5 tonna oladi akalar. Pritsepimizning resorlari 5 kilolik qalin resorlardan sunovkasini qilingan. Amortizatorlarimiz yangi Spark amortizator bo'ladi. Balon holatlari yangi, balon qo'ymaysizlar xudo xolasa. Stupitsalarimiz yangi bo'ladi. Mana ramalarimiz Schwiller. Dishla sistemamiz polniy 3 stenka bo'ladi akalar. Ko'rib turibsizlar mana. Birkalari bilan dokumentalniy bo'ladi. Dokumenti oluvchining nomiga short faktura bilan chiqadi. Oluvchi qaysi viloyatda uchib tursa, tuman yoki shahar marolaridan nomerlik pasportlarni olasiz akalar. Strahovka uchun zanjirlarimiz, hamma narsasi tayyor bo'ladi akalar. Bu pritsepimizga keladigan bo'lsak, bu pritsepimizning razmeri 240 ga 140. Bunisining razmeri aytib o'tishdan chiqdi uzr. Buni razmeri 130 ga 230 bo'ladi. Bunisining razmeri 240 ga 140. Stop fara holatlari yangi bo'ladi akalar. Mana elektromontajlari tayyor. Bu pritsepimizning ham resurslari xuddi shunaqa, bir xil qo'yilgan. Krelolarimiz mana odam chizsa bemalol ko'taraveradi. Chiroyli qilib mana qilib berilyapti akalar. Bu pritsepimiz ham oluvchining nomiga short faktura bilan chiqadi. Yangi bo'ladi akalar. Zamoklarimiz 1,5 tonnalik Vammer zamoklardan qo'yilgan. Strahovka uchun zanjirlarimiz mana elektromontajlarimiz tayyor bo'ladi. Qo'tar ko'rsatib o'tamiz endi. Choklarimizga bitta xamat berib qo'yamiz mana. Hammasi shunaqa. Chiroyli qilib qo'l avtomatda pishirib qo'yiladi akalar. 2 mosli pritsepimiz ham bor orada. Buni razmeri 140 ga 240, 2 mosli. Pritsepimizda 1 tonna 600 lik rossiyskiy zamoklari bilan. Dishla sistemamiz polniy 3 stenka bo'ladi akalar. Mana ko'rib turibsizlar. Plankalarimiz ham 1 mm, ya'ni 1 sm qalin listlardan bo'lgan. Mostlarimiz Schwiller, ikkala yoni yopiladi xudo xolasa. Amortizatorlarimiz, stupitsalarimiz, resorlarimiz ham yangi qo'yiladi akalar. Qanotlarimiz baquvvat qilib qo'yilgan. Mana odam chizsa bemalol ko'taraveradi. Bortlarimiz atsinkovka 1 mm atsinkovkadan qo'yilgan. Xudo xolasa balon holatlarimiz mana ko'rib turibsizlar, hammasiniki yangi bo'ladi akalar. Chiroyli qilib berilaveradi. Pollarimizga keladigan bo'lsak, mana akalar, pollarimiz pressovniy berezovый fanerdan bo'lgan. Suv shimmaydi, og'ir yukka bardosh beradi akalar, xudo xolasa mana. Ko'rib turibsizlar. Yana aytib o'tish kerak bo'lgan narsalardan bizga endi nima qilib ketyapti? Atrajatorlarimiz bor akalar mana. Negativchilarga oson bo'ldi. Atrajator. Endi atrajatorni aytib o'tyapmiz xolos. Bu hamma narsaga qo'yilsa bo'ladi. Sizlar xohlagan razmerda, akalar, xohlasalang yakka mosli, xohlasalang qo'sh mosli qilib berilaveradi. Tentli holatda ham qilib beraveramiz. Furgon, ya'ni alkafonlari bilan izotermos qilib ham berilaveradi akalar. Sizlar qanaqa markaga farq ko'rsatsalang bor. Nexia Uchga mana misol uchun Captivaga, Cobaltga, Gentra, Nexia, Damas hammasiga farq ko'plarini topsalar bo'ladi bizda. Zavodskoy bo'ladi. Mashinaga pedalga kiritilmagan holatda ustunovkasini qilib beraveramiz akalar. Farq ko'plarimizni ham arzonroq qilib ustunovkasini o'zimiz mana shu yerda ko'rib turibsizlar qilib beriladi akalar. Zapchastlardan muammo yo'q, xudo xolasa. Misol resor disklarimiz, stupitsa disklarimiz, amortizator, bort ruchka, stop fara, zamoklarimiz, farkop sharik, papa mamalar, hamma zapchastlarimiz o'zimizda bor akalar.
kelishilgan holatda chiroyli qilib dastavka ham qilib berilaveradi. Ramazon oyi uchun aksiyamiz ketyapti akalar. Moshtalangda farkoplang yo'q bo'lsa farkop qo'yib beramiz. Farkoplang bo'lsa pritsepni ustiga karkas qo'yib beriladi akalar. Ya'ni reshotkasini bonusiga qo'yib beriladi. Yo'q, men mashinamda farkopim bor. Men pritsepni ustiga reshotka kerak emas desalar, pulidan o'tib beriladi yoki bir 12 ta viloyatdan qaysi birida desalar, dastavkasini ichida qilib beriladi. Chiroyli qilib akalar. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99lik kod bilan 23688, 90lik kod bilan 176 36 88 akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'shtepa qishlog'ida 12 ta viloyatga dastavkasini kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Bu tomonga ketish Andijonga ketish akalar. Bo'ydani mostidan 300 metrda mana chapda ustaxonamiz. Hop, mana bu tomonga ketish Toshkent tomonga ketish bo'ladi akalar. Kelaverasizlar akalar. Chiroyli qilib mana rabochiy sotiladigan prinsiplarimiz ham bor. Uni ham obzor qilib chiqarganmiz. Hammasidan qilib berilaveradi akalar. Razmeri qiziq emas. Razmerda rol o'ynaydi. Albatta summasi kelishli holatda chiqarib beramiz akalar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz. Layklar bilan podpiska qilib turamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni Instagramdan kuzatmoqchi bo'lgan akalarimizga Instagramdagi nikimiz pritsep.uz deb yozsalar, Instagramdan ham chiqib kelaveramiz. Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa Instagramda aktivroqmiz YouTubedan ko'ra. Instagramda bizni kuzatib boraverasizlar akalar.